Selam dostlarım. Selam. Bugün sizning bilan men Liliya apag'iz ham Zile. do'stlarim. Bugun o'z qo'llarimiz bilan shunday motor organizer yasarmiz. Buning uchun bizga tusli qotirg'i, jilim karandash, 2 yoqli skoch, qo'yishi, ham ruchka yoki karandash kerak bo'lacak. Başlaymizmi Zile? Ege başlayız. İşimizni boshlar uchun bizga mana bu qotirg'ilardan organizer uchun bo'limlarini yasab chiqarishga kerak bo'lacak. Buning uchun qog'ozlarni olamiz. Mana bu ish pishmoqlab. Bekli biz Zile men yozim, sen de mening bilan birga yasab bor. Yaxshimi? Yaxshi. Zile ish pishmoqlab qog'ozni bekladik. Hozir mana bu ortig'ini kesib olamiz. Senga qo'shi, menga qo'shi. Buldu Zile. Hazır qog'ozlarni ochamiz, ham tag'in buklaymiz. Zile ochamiz. Hazır endi ish pishmoqlab tugul, to'g'ri pishmoqlab buklaymiz. Yuzaga to'g'ri kelsin. Ochamiz. Tag'in to'g'ri pishmoqlab buklaymiz. Hazır Zile o'rtadagi buklangan izga to'g'ri keltirib ishga to'g'ri buklaymiz. Hozir ochamiz, ham naqshlar yo'g'itib ikkinchi yoqdan da buklaymiz. Qotirg'ini ochib qo'yamiz. Ham mana bu shoqmoqni pishmog'in ikkinchi pishmoqqa to'g'ri keltirib buklaymiz. Liya apa, biz hamon buklaymiz da buklaymiz. Qachon jiyabızsın? Zile amina hozir jiyada boshlaymiz. Bizning shoqmoqning pishmoqlarini bukladik. Mana bulay buklab, o'rtaga to'g'ri keltiramiz. Haminde mana shu shunday to'g'ri pishmoq kelib chiqarga tegish bizning. Bo'ldimi? İyi. Ana yotqiramiz. Ham tag'i buklay boshlaymiz Zile. Boshda o'rtalay, yo'q, o'rtalay buklaymiz. Anlari o'zakka to'g'ri. Zile hazır bir-birsini mana bulay deb kiydirib qo'yamiz. Ham bizning organizerni bir bo'lakchasi hazır. Davom etamizmi Zile? İyi. Senga yashil, menga qora. Naq shulay ishni davom etamiz. Boshda ish pishmoq. Liya apa, abularını nişik yapıştırabız? Liya apa, abularını nişik yapıştırabız? Zile biz ularni mana shu 2 yoqli skoch bilan yopishtiramiz. Hozir rasmi bo'lmagan yoqlarning birisini skochlarni birkitib chiqamiz.
Hozir endi boshda tizib qaraymiz, tuslarni to'g'ri keltirib. O'zing tuzasingmi Zila? Iya. Ayda. Nari berkitibgina sig'amiz. Zila, narsasi yetmaydi deb o'ylaysan? Bu organizerning tubi yetmay. Demak, tubini yasaymiz Zila. Aning uchun qotirg'ini olamiz. Organizerni qo'yamiz ham sizamiz. Biz bu iz bo'yinchag'ini kelsak, organizerning yopishtirib bo'lmayacak. Shunga ko'ra, biz uni ozgina yopishtirishga o'rinlarini qoldirib kesishakmiz. Mana shulay aytib do'stlarim, yopishtirir uchun o'rinlarda qoldiramiz. Zila, kesasingmi? Iya. Bo'ldi. Zila, hozir mana bu izlarni buklab sho'rg'a kerak bo'ladi. Yarar Ziliya opa. Bo'ldi. Zila, hozir narsa ishlaymiz endi? Bu tubni organizerga yopishtiramiz. Aning uchun bizga Jilim kerak bo'ladi. bek durust. Rahmat. Bo'ldi. Hozir mana bu buklangan ulushlarni organizerni ishini kiritib jiberamiz Zila. Zila, shulay deb bizning organizerimiz Yasaldi. hozir. Hazır.